Assalomu alaykum ahli YouTube. Bugun 26 fevral. Mana pomidorlarimiz o'zi 4-kunga qarab ketyapti. Birinchi pog'onlar 4ta, bu yoqda 4ta, 5ta tugan, mana kichkinalar olib tashladik. 8ta tuyibdi birinchi pog'ona. Ikkinchi pog'onada mana 5ta. Gullar katta-katta. Uchinchi pog'ona 5ta. 4 chiqqan o'zi. Juda kalta bo'lgan, mana ko'rgan bo'lsangiz. Berimdan ham kelmay, o'zi 4 pog'ona qilib ketyapti. Karliko'ga ekanda bu. 4ta 5ta bo'lib o'zini o'zi chiqanga qiladi deyapti. Agar yer kuchli bo'lsa 7-8 tagacha boradi deyapti. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bizda kecha yomg'ir yog'di. Havo issiq lekin bugun 18 gradus ko'rsatgan. Hamma duklar ochiq. Ketishi yaxshi, Xudoga shukr. Birinchi gullar chaynanyapti, uchinchi gullar mana ochilgan. Bir-ikkina chaynanyaptilar ham. 4. Muntazam ravishda dori berib ketyapmiz. Kecha 3:18 berdik. Birdan sezildi, birdan o'zgarishlar bor. 3:18dan yegandan. Bugun Xudo xolasa yana dori sepamiz ustidan. Hademay 5ta pog'ona bo'lsa chiqanga qilamiz deyapmiz. 5ta pog'ona yozga iyunga qolib ketishi mumkin. Iyunda keyin pomidor narxi tushib ketgandan keyin bu yumshoq pomidorlik uchun sotish qiyin bo'lib qoladi. Shuni 4ta pog'ona ham o'zi normal bo'ladi deyapti, lekin 5ta qo'yamiz. Bitta pog'ona agar o'tgan yilgida iyun oyida pomidor narxi 10 mingdan tushmasa, shu bitta pog'onani ham sotib olamiz, xudo xolasa. Bu yoqni vaziyatga qarab chiqinga qilamiz.